Assalomu alaykum barchaga. Alitek do'konining ikkinchi filiali Qo'rg'ontepa tumanida ochildi. Xo'p, manzilda boshida tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, bu taraf Eko bozor va bu tarafdan esa Andijondan kirib kelish. Andijondan kirib kelganinglarda va Eko bozorda bu tarafda o'rtasida mana shu do'kon ochilgan. Bemalol kelib har xil turdagi kameralarni xarid qilsangizlar bo'ladi va videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsangizlar, bir kishilik umra yo'llanmasini qanday qilib YouTube olish mumkinligini ham videoda oxirida sizlarga aytib o'tamiz. Demak, inshaalloh mana shu video bir insonni umra safariga borishligiga ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Boshladik. Bu yerda blogerlar ishlashyapti. Alitek do'koni. Demak, kiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Xo'p, akam sizga kameralarning turlarini va o'shalarning narxlari bo'yicha ma'lumotlar kerak. Nimasi bilan farq qiladi va kimlar qaysi kamerani olishni tavsiya qilasizlar? Shu bo'yicha ma'lumotlar bersak, odamlarga qulay bo'ladi. Olishni birinchi o'rinda tavsiya qilishimiz, ya'ni to'k yetib borgan qishloqlarimiz bor, ya'ni to'k yetib bormagan qishloqlar ham bor. Biz birinchi o'rinda to'k yetib bormagan qishloqlar uchun, ya'ni fermalarga yoki bo'lmasa burchakdagi uylarimizga quyoshli panelli kameralarimizni tavsiya qilamiz. Bularda 2 megapikseldan 8 megapikselgacha bor. Narx-navosi ham o'ta chiroyli narxlarda chiqadi. Ya'ni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib ham beramiz. Buni o'rnatish juda ham qiymat. Uy sharoitida bitta inson o'zi bemalol o'rnata oladi. Ya'ni qatirgandan keyin buni o'zining prilojeniyasi bor, skachat qiladi, bemalol kamerasida ishla oladi. Narxi ham o'ta ham go'zal narxda. Agar bizga ofisga yoki shahar borib deydigan bo'lsangiz, biz Highvision mana shu kameralarni tavsiya qilamiz. Bu kameralarimizning xususiyatlari narxlarga keladigan bo'lsa, $39, $33, $42. Buni ko'rinish sifatidan juda ko'pchilik har xil narxlarda sotishyapti, kimdir arzon chiqyapti, lekin bunda xususiyatlari bor. Ya'ni mana shu qo'limda turgan bu $39 kameramizda bu yozib oladi, ham doshli yozadi. Tashqaridan siz misol gapirganingizda doshli yozadi. Mana bu $33ligimiz esa faqatgina yozadi. Dosh ham qabul qilmaydi va yozmaydi ham. Mana bu $42ligimiz esa ham zapisi bor o'zini, ham tashqaridan kelayotgan doshni yozadi va o'zingiz telefonda turib tashqaridagi kameradan siz dosh bersangiz bo'ladi. Ya'ni gaplashsangiz bo'ladi, muloqot qilsangiz bo'ladi. Bularda farqi shunda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz, ya'ni quyosh yetib, to'k yetib bormagan yerlarga deganimiz mana shu kameralarimiz bo'ladi. Bularda ham xuddi shunaqa ikkita 3 xil funksiyasi bor. Bularda ham narx faqatgina aytib o'tganimdek kachestvasida farq qiladi. Ya'ni 2 megapikseldan 8 megapikselgacha bor. Bularning narxiga keladigan bo'lsa, ko'rib turganlaringdek mana shu eng yaxshi kachestvalar hozirgi kunda hadovoy ketayotgani 360 gradusli, ya'ni 3 ta kameralik 360 gradusga aylanadi. Buni narxi $60. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Xo'p, keyin dastavkalarni bepul qilib berish imkoniyati ham bor. Chunki ushbuda arzimagan pul BTS orqali chiqarib beramiz. Juda ko'pchilik hozirgi holatda, ya'ni kompyuter uyda, kompyuterxonada o'tirganingizda yoki hozir kichkinagina bir ofislar uchun noqulaylik tug'diryapti. Ya'ni bitta kamerani, katta kamerani o'rnatishlik uchun. O'zi uchun kichkinagina mana shu kameralarimiz ham ishlayapti. Ko'rib turganingiz juda ham ajoyib. Buni orqasida zaryadkalari bilan, buni chiplari ham bor va buni telefonga ulab olasiz, bemalol ishla oladi. Buning narxi bo'lsa $60, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz albatta. Xo'p, keyin bu turdagi xullas bularda Hikvisionlarda keyin mana qilari ham bo'ladi, portlari. Buni porti bo'ladi, ya'ni miyasi. Chunki buni ofisga qo'yganingizdan keyin bitta ofisda 1 dona yoki 2 dona, 3 dona qo'yasiz. Bu portlarni $18 qilib beramiz. Buni o'zimiz o'rnatib beramiz. Bu o'zi oilaviy sharoitda buni o'rnatish sal qiyinroq. Faqatgina ofitsialniy joylar uchun tavsiya qilinadi Hikvisionlar. Hikvisionlar xuddi shu. Zo'r. Xo'p, keyin narxlari shu funksiyasiga qarab farq qilar ekan, ya'ni funksiyasiga qarab xuddi shunaqa. Bu faqat oddiygina yozadigani, ovoz qabul qiladi. Ovoz qabul qiladi. Ham ovoz qabul qilib, ham ovoz qabul qiladi, ham ovoz bersa ham bo'ladi. Ya'ni nimadir qil yoki nimadir qilma degan ma'noda. Xo'p, keyin bular endi kichik ofislar uchun. Ofislar uchun xuddi shunaqa. Xo'p, $33 ekan, bunisi $40. Bunda ham xuddi funksiyasi bilan farqlanadi. Xo'p, bular $45lik. Boyagi bilan o'sha pastda bir xillar rasmga qo'yilib qoldi. Uning funksiyasi xuddi shunday. Endi boshqacharoq, burchakroq joylarga qo'yilgani. Burchak xuddi shunday. Bu $42dan burchakroq joylarga qo'yiladi. Bunimiz ham megapiksel bilan, ya'ni farq qiladi. Bular hozir 4 megapiksellik o'rta me'yordagi kameralar ekan. Agar megapiksellik kamaysa, narxlari ham sal arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi ekan. Zo'r. Xo'p, bular endi kimgadir quyosh batareykali kerak, kimgadir bez quyosh batareyka va narxi $35. Bunisi misol uchun $60 bo'lsa, quyosh batareyka bilan bunisi $35, $25 ga arzonroq xarid qilsangizlar bo'lar ekan. 360 gradusda ishlaydi hammasi. Ha, zo'r. Endi bular ham bunda ham quyosh batareyka bor, faqatgina bu 3 ta kamerali bo'ladigan bo'lsa yoki 4 ta, bunisida 2 ta kamerasi bor ekan va 360 ga aylanadi. Ikkalasi ham narxi $45, $15 farq qilar ekan. Endi buni
Hali kattaroq variantlari ham bor ekan. Bu ya'ni hozirgi kunda internetda trendga chiqayotgan, ya'ni 360 gradusga bunda ham xuddi shunday funksiyalar bor. $54 dan. Bu ham 360 ga aylanar ekan. 360 ga aylanadigan. Zo'r. Sal kichikroq variantlari ham bor ekan. Bunisi $33 ekan. Xo'p, endi hozir xulosa qiladigan bo'lsak, demak bu yerda ofisialniy joylar uchun Hikvision kameralar, xo'p, uylar uchun oddiyroq variantda bulari bor ekan. Sifatliroq variantda esa bularni xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p, bundan tashqari yana kompyuter servislar ham bor, kompyuter jihozlari ham bor, SSD yoki boshqa narsalar. Misol uchun monitorlari $22 dan ekan. Xo'p, yana quyosh batareyka xizmatlari ham bor, kompyuter Mago xizmatlari ham bor. Yana bitta narsani aytib o'taman. Juda ko'pchilik internetda hozirgi kunda bitta kamerani o'rnatib berishlikda $100, 1 million, 2 million qilib narxlarda o'ta ham osmon narxlar bo'lyapti. Men eng tavsiya beradiganim hozirgi kunda mana shu $60 ga sotayotganimiz, ya'ni u yoqqa 750 ming so'mga boradi. Buni o'zi bemalol o'rnatib ola oladi. 750 ming so'mga haligi menga tok kelmagani, menga Wi-Fi kelmagani qanday degan narsa o'ylanmasdan mana shuni bemalol o'rnatib olsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Shu kamerani 3 tasini xuddi shunaqa ofisi bor insonlar uchun hisoblatib berdik va narxi o'rtacha 1.950 mingga chiqyapti. Hamma servisi borib o'rnatib berish, manaqa portlari bilan birgalikda xuddi shunaqa narx bo'lyapti. Zo'r. Endi videoda boshida aytgandek, sizlardan misol uchun oktabrda oxirigacha nimadir xarid qilsa, sovg'a bor ekan, ya'ni umra safariga yo'llanma. Hop, bu yo'g'i bo'yicha ma'lumotni akamiz beradi. Hop, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam bizga shu konkurslar bo'yicha ma'lumot bersangiz. Xo'p, buni yutib olish sharti Qorasuv va Qo'rg'ontepadagi Alitech filiallariga tashrif buyurib, 600 mingdan yuqori bo'lgan xarid uchun nomerlarini qoldiradi. Biz buni 25-oktyabr kuni bu umra safari g'olibini aniqlaymiz. Demak, shu onlayn xaridlar ham kiradi ichiga. 600 mingdan oshsa onlayn xaridlar ham kiradi. Sizlar nomerini olib qolasizlar va alohida apparatlar yoki boshqaga solasizlar. Solamiz va shu orqali 25-kuni aniqlanadi. 25-oktyabrda. Va bu uchun Instagram profillarida kuzatib borish kerak. Alitech Instagram profiliga obuna bo'lib kuzatib tursanglar, demak, aniqroq ma'lumotlardan yana ham batafsilroq olsanglar bo'ladi. Demak, yo'llamamiz mana shu joyda turibdi ekan. Bir ko'rsatib yuborsangiz. Nasib bo'lsa, mana shu yo'llanmani bir kishi jamoasi nomidan yutib oladi. Mana shu xizmatda bo'lamiz. Mana shu xizmatlarda biz ham hissa qo'shayotganligimizdan xursandmiz. Demak, kimgadir mana shu kameralar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Onlayn yetkazib berish ichida bittagina shuni xarid qiladi va mana shu konkursda ishtirok etsa bo'lar ekan. Rahmat kattakon hamma jamoaga. Sog' bo'linglar, salomatullar.